Mana bugun studiyamizga Ismoil akam, professional quruvchi, ko'p yillik tajribaga ega prorablik bilan shug'ullanadi ko'p yillardan beri. Mana hozir bitta obyektda birgalikda hamkorlikda ishlayotgandik. Mana Ismoil akam keldilar, obyektda hozir muhokama qilamiz. Qirrani mana olib kelamiz. Bu yoqqa olib kelsak, o'shanda tomda figura chiqadi. Iloji bo'lsa, mana shu yerga hozir bitta konvert bo'lib, ana konvert shatran tushadi-da, ozgina tomga figura bo'lib qoladi. Mana bunaqa narsa quvonamizmi yoki? Yo'q, ko'payib ketadi. Mana shu ikkalasi o'zi yetarli. Kelsak, o'shanda tomda figura chiqadi. Iloji bo'lsa, mana shu yerga hozir bitta konvert bo'lib, ana konvert shatran tushadi. Orqa fasadga o'tsak, Orqa fasadga o'tamizmi? Mana orqa fasadda mana shu derazaga derazani parallel qilib bersak, o'shanda bu bilan bu yerga o'tib ketadi. Bor. Bitta anaqa liniya o'tishadi. Bizda mana fasadda o'zi mana biramiz bor-da, bu yerga bira kerak emasda, o'shanda biri-biriga parallel qilib bira qo'yamiz. Bor. Bor. Qolgani shu klonlari zo'r chiqqan. Mana boyaga aytganimiz mana figura yana 40-50 sm bu yoqqa desa, o'sha tomda figura paydo bo'ladi. Qiziqarli bo'ladi. Tomga figura bo'ladi. Mana bu narsa quvonamizmi yoki? Yo'q, ko'payib ketadi. Mana shu ikkalasi o'zi yetadi. Qazvolda ham o'zgarish yo'q. Qazvolda o'zgarish yo'q. Bor, tushundim.